Assalomu alaykum hurmatli prezident. 2016-yilda tadbirkorlikka endi kirib kelgan paytimda O'zbekistonda hali investitsiya tushunchasi u yoqda tursin, startap nimaligini bilmaganmiz. Shu payt esimda aynan startap loyihani rivojlantirish uchun tanlovlarda qatnashganimda eng katta olgan sovg'am bu televizor bo'lgan ekan. Misol uchun Amerikada yaqinda 12 million dollar investitsiya jalb qilgan Datatrack startap asoschilari ham o'zimiz andijonlik yigitlar. Bu loyihalarga investitsiya qilgan investorlar 10 yil oldin xaritadan O'zbekiston topib berisha olmagan. Lekin hozir aynan ular O'zbekiston yosh talantlariga investitsiya qilishni boshladi, hurmatli prezident. Biz yoshlar dunyo bozoriga hech qanaqa muammosiz kirishimiz uchun xorijda olib borayotgan muzokaralarimiz. Buni bitta ifodasi deb o'ylayman. Bizga ajratilgan resurslar uchun, berilgan imkoniyatlar uchun sizga minnatdorchilik bildiraman. Eng katta imkoniyat sizlarning bilimlaring, sizlarning intilishlaring, sizlarning sadoqatlaring menga shu kuch-qudrat beradi.